Hello YouTube ahli. Sizlar bilan men Atlantik. Bugun sizlar bilan strukturalarni craft qila olamiz. Data packida o'zimizni sinab ko'ramiz. Maqsadimiz esa full Netherite branya bo'ladi. Qani bo'lmasam, let's go. Albatta, birinchidan bismillah deb daraxt urishdan boshlaymiz. Tak urib qo'ygandan so'ng yog'ochasini xala yasaymiz. Tak 5 6 7 tak Ова, бита кирка. Давай. Pishirib olamiz. Uxlayveramiz. Qishloq topsa yaxshi bo'lardi o'yin boshiga. Men mana shu biyomni sevaman, mana shu biyom. Mana shu biyomda вообще struktura topish вообще oson. Agar bo'lsa. Mayli qidiramiz. Yo-mayo. Bu nima bu? Bu nima bu? Bu nima? Yo-mayo, boramiz. Hello, qishloqlar. Ovqatda endi problema yo'q вообще. Somonlarni ko'ryapsizlar, вообще ko'rganim. Nimalaringiz bor menga beradigan muratlar. What the? Ancha ko'p bu somonni biz boyimiz. Tak. Lekin sunduqlar joyi kam ekan, yo'q ekan desa ham bo'ladi. Mana bu yerda bittagina. Mana shu. Bor bunda bu izomrud olma kerak emas. Tak, xo'sh. Bunday hech vaqt yo'q. Mayli somonlarni olamiz. Go. Bo'ldi. Tak. Shit kerak bo'ladi. Birinchi navbatda shit. Da. Tak, bizda bir stak non bor. What? Bu yerda temirchining uyi bormidi? Yo'q, men ko'rmaganman. Oh my god. Olmos. Wow. Super. No. Ajoyib. Hos. Crafting table. Qaranglar. Bizga yog'och kerak bo'ladi. Hammasini yog'ochga aylantirib olamiz. Birinchi strukturamiz bu villager outpost bo'ladi. Mana. Hozir ko'p ko'rsataman buni. Xo'p. Qayerga quramiz? Golem. Golemimizga yordam berardi-yu. Xo'p, mayli. Tak. Birinchi strukturamiz go. Bo'ldi mana. Endi bular bilan chiqsak, 2,5 ton oldi-yu bu. Maras. O'ldirib olmasa bo'ldi mana. Go. Biz qo'rqmaymiz. Nagli bosamiz.
Oy, nimasi uyalmaysan? Tavba. Sol. Sol. Tamam, sol yapsın. Acayip. Ha. Yaxshi. Yaxshi. O, yaxshi. Sandiqda nima bor ekan? Tam qiziqyapman. Bu yerda kim bor? No, bayroqqa tegmaydi bu. Tegmasa-da tegmaydi. Nimaga ki? Kerak emas bu. Deyarli hech baho bermadi. Tavba. No, keyingi struktura nima ekan bitta ko'raylik. Xo'sh. Keyingi struktura. Bu ancient city. Oh. What the major fortress. Whoa. Bu nima bu? Ruins portal. Ha yo'q, buni yasaymiz. Yo'q, bu kerak emas. Hozir nima yasaymiz? Xo'sh. Voy, men bu pora tegmay ekan. Oddiy qishloqliga tegmas ekan bu. Ha, bayroqliga qaraylik. What? Beyozgina ekan bu, bechora. Ko'mir. Yo'q, ko'mir kerak emas. Xo'p, hozir bizga qisqasini aytadigan bo'lsam, nima kerak? Pastga tushish kerak. Pastga tushish kerak. Chunki bizga Ancient City hozir qiziqarliroq bo'lyapti. Nu pastga tushamiz, blokni olib kelamiz. Ajoyib, yo'l-yo'lakay temir ham topdik. Super. Wow, ko'paygan bu yerda. Tak, hali yetib kelmadik lekin. Yetib keldik. 5-6 ta shuni blokdan olib olamiz. Hop. Ko'p kerak emas. Qaytib chiqamiz. Lapis ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Bilmadim, craftga ishlatiladimi yo'qmi? No, harxolga qarshi olamiz. Wow, bo'ldi. Let's go orqa. Tak. Chiqib oldik. Bu yerga tushib ketmas uchun bitta qo'yaylik. Tak. Endi bularni pishirib olamiz. Pishirmasa bo'lmasa teksturasi to'g'ri kelmaydi bu toshlarni. Tak, qo'yamiz va kutamiz. Tak, bizni 8 ta nimamiz tayyor. Tosh. Хорош. Keyingi struktura. Ancient City. Birdaniga Ancient City. Wow. Nu, hozir bular ham pishsin, spawn qilamiz. Tak, bo'ldi, mana shu yerdan spawn qilamiz, nima deysan? Mana shu yerdan. Xo'sh. 1, 2, 3. Wow. Super bu. Voy, sandiq yo'qmi? Хотя бы bitta.
Yehe, men buni olmos nimaga ko'rdim men buni. Xo'sh, keyingi strukturani ko'ramiz, nima yasay olamiz ekan. Xo'sh, bundan foyda chiqmadi. Villager outpost bu ham ancient city kerak emas endi. Ish boko yo bu real. Runis portal yo bu ham kerak emas. Zombie village. Blacksmith. Wow, mana shu ham normal narsa bersa kerak. Zombie terisi kerak bo'lar ekan. Nether fortress. Yo, bizga Nether fortress ham kerak emas, lekin olmos sandiq bo'ladi lekin menimcha. Zombilar bormi bu yerda? Wow, zombi. Ke, bratanim, sen tering kerak menga. Wow, ishlab yurdim. Wow. Yaxshi. Yetadi deb o'ylayman. Qancha bo'ldi? 9 ta yetadi. Keyingi strukturani quramiz. Bolalar, qaranglar. Tak. Zombie village dedi. Nima dedi? Xo'sh. Yo, ancient city emas. Mana. Tak, to'g'ri, zombie village ekan. Ya'ni zaharlangan qishloq. Voy, sig'may qoldi. Xo'sh, bunda sandiq lekin bo'ladi. Ko'rgan bo'lsanglar ham kerak menimcha. Zaharlangan qishloqni, o'rgimchakni to'g'ri bosib o'tadi-yu hamma joyni. Qaranglar. Tak. Bo'ldi. Ot, qayerda? Bu yoqda. Da. Aytdim-ku mana. Voy. Bu yerda nima bormi? Yo'q, bu yerda sandiq yo'q. Wow. Nima bor ekan bu yerda? Chiqmadi. Almashtirib olaman. Toporinni kerak emas. Ayniqsa voy, baribir oldim. Toshli topib вообще kerak emas endi. Kerakli narsa bermadi lekin baro. Hatto temir berganda ham bo'lardi. Kirka berdi. Nima yasaymiz bolalar? Nima yasaymiz? Xo'sh, hozir ko'ramiz nima yasashimizni. Xo'p. Hozircha zombie village. Zombie village. Hozir nima ko'rdim? Lekin oltin ketmadi-yu bunga. Zombie village blacksmith. Mana bu zombie village. Nether fortress. Mana shuni qurish kerak to'g'risi. Mana shuni qursak sal yengillashadi. Nima bastion qurib bo'lmaydimi? Bastion qurish kerak to'g'risi. Вообще oltin ko'p bo'ladi. Tak, bizga bastion qurish uchun bastion emas, Nether fortress qurish uchun bizga netherrak kerak. Ya'ni nether nimasi kerak? Uning uchun runis portal kerak. Ya'ni buzilgan portal kerak bizga. Wow, bu yerda ham nima bor ekan? Demak, shuni qidiramiz. Endi boshqa ilojimiz yo'q. Buzilgan portal qidiramiz-da. Let's go. Wow, lekin chotga ko'rsan ekan. Bunga qaranglar. Xuddi bir nima deydi? Uchib turgan bir shahardek ko'rinyapti. Rostdan ham uchib turibdi-yu. Mayli. Qidirishda davom etamiz. Tak. No, bolalar. Ochiqlikdan qidirsak yaxshiroq bo'ladi menimcha. Meni fikri, xayollarim shunga boryapti. Ochiqlikda tezroq topiladi deb o'ylayman. Agar bo'lsa, spawn bo'lgan bo'lsa, shunda ochiqlik bo'yicha nima deydi, aylanib ketaveramiz. Okey, mayli. Videoni o'tkazib yubormasam bo'lmaydi, вообще cho'zilib ketadi bo'lmasam.
Серьезникina cho'ziladi. Bunaqa yurib. Ну, давай o'tkazib yuboramiz. What is fuck? Nimasi bu? Yo, nima deyapti bu? Mana bunga qaranglar, nima deyapti bu? Voy. Yo, bunga qaranglar, bunga. Hozir qaranglar. Shu o'zi shu yerdan mana shu hozirgi aytib turgan joyimdan topdim boru, mana. Spam qilgan pillager outpost mana. Ana u qishloq. What the fuck? Buni вообще kutmagandim boru. Voy, mana bu chankni yo'qotamiz. Вообще o'yinni nerealniy qotiryapti. Aha. Так, хорош. Endi nimalar bor bu sandiqda? Sandiqni obsidian. Yo, yomon emas. Toporni qo'yamiz. Buni olamiz. Yana nima? Zombi nimasi? Вообще kerak emas. Topor. Yo'q, topor вообще kerak emas bizga. Obsidianni olamiz. Obsidianni olmasak вообще hurmatsizlik bo'lib qoladi. bitta yetmaydi bu yerga. No, hozir kerak emas narsani tashlab yuboraylik. Bizga nimalar kerak emas? Xo'sh, gunpowder kerak emas, mana bu kerak emas. Mana bu kerak emas endi, в общем. Yer bizga kerak emas. Okey. Bir stak tosh yetadi bizga. Teri kerak emas. Mana bu sugar cave ham kerak emas. Go'sht kerak emas. Xom go'sht. Sabzi kerak emas. No, sortirovka bo'ldi deb o'ylayman. Boshqa hamma narsa kerak menimcha. No, men bilan eritib turamiz. Okey. Aha. Hozir bir fortress to'xtinglar. Mana bu oltinni. Menimcha bastion oltindan yasalsa kerak. Oltinni olib ko'raylik. Oldikmi? Qancha oldik? 3 ta. Xo'sh. To'xtinglar. Oltin bo'lagidanmi yoki? To'xtinglar, bitta ko'raylik birinchi. Runis portal. Aha. Yo'q, Runis portal bor-u. Aytdim u mana. What the fuck? Lekin Netherga borish kerak ekan buning uchun. Voy. Netherga borish kerak ekan. Mana bu tosh kerak. Qora tosh. Fortress yasaymiz. Tak, fortress yasaymiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Balkim qandaydir sabablarga ko'ra qora tosh ham yopish spam bo'lar. Yana bilmadim. Xo'p, mayli yasaymiz. Nether fortress. Bitta ketdi. Uji. Aha. 8 ta 10 bitta. Brana qo'yamizmi yoki? Hozir qiynab qo'yishlari mumkin-da, mana bu nimalar. Brana qilamizmi? Brana kerak, lekin вообще o'rib qolsam, to'g'risi realni bo'ladi. Bitta mana shunaqa brana yasab olaman. Bo'lmasa вообще bo'lmaydi. Вообще. Tak, yomon emas, xarosh, o'yin qizyapti. No, uxlab olsak yaxshi bo'lardi. Tak, kutamiz mayli. Aha, menimcha hozir uxlamaydi. Ozgina kun botish kerak. No. Bola, hozirgi maqsadimiz Nether Briana bo'lsa, mana shu video 40 ta like yig'sa, ikkinchi qismini chiqaraman. Ya'ni Ender Dragonni o'ldirishga boramiz. Ikkinchi qismida, albatta. Uning uchun 40 ta like. Yig'a olamizmi? Bolalar, go. Qani. Uxlab olamiz. Tak, xarosh. Aha.
Fortress. Nether Fortress. Qani bo'lmasam ketdi. Okey. Mabodo qora tosh yopishib chiqmadimi? To'xtili namuncha katta bu. Wow. Please, spawner ham bor ekan bu yerda. What is fuck? What is? Aytdim u sandiq bo'ladi deb. Pastki bloklar nimaga yopib ketgan buni? Olmos. Wow. Super bu. Şey. Qora tosh yopishib chiqqanda zo'r bo'lardi lekin. Balkim zo'r bo'lar dedi. Tak, sunduq qaraymiz. Sunduqni hozir ochdim. Yana bormi sunduq? Aha. Bizning maqsadimiz Ender Dragon emas bugungi safar. Blaze nimasiga borib o'tirmaymiz, lekin bu yerda sandiq boshqa yo'q ekan. O'zi buni nimaga yasadim? Obsidian kerak bizga, obsidian. Obsidian bor. Hozir. Yo, bo'ldi. Hoz. What? Nimasi bu? Nima bo'lyapti? Buni qaranglar, bunga qaranglar. Qarab turinglar. 1 2 3 tak. Bizda lava bor, esimdan chiqib ketibdi-yu. Bizda lava bor. Lava. What? Hozir biz Nether portalga boramiz. To'g'ridan to'g'ri. Wow. Bo'ldi. Hozir yasab tashlaymiz speedruncha. Tak, bularni buzish kerak ekan. Mayli sekin buzamiz. One eternity later. Vah, sende. Hozir yasab. Tak, buni ham sindirib oldik. O'rniga obsidian qo'yamiz. No, ikkitasini hazırlashmay qo'yish kerak endi bu yerga. Bitta, ikkita. Okey, endi buni mana shu yerga qo'yib tursak bo'ladi. Birinchisini bu yoqqa qo'yamiz. Ikkinchisini yuqoriga qo'yish kerak. Mana bu yerga. Vah, hey, yo, nima bu? Nimasi bu? Tak. Nima qilamiz? Hozir bu yerga borsa piglinlar talab tashasa bizni. Men bu oltinga tegmayman. Talashsa. Ketdi. Tak, biz spawn bo'ldik. Yo, men oltin nima yasamasam bo'lmas ekan, to'g'risi o'ylab qarasam. Yasab olamiz bir shilem, bir palov nima qilib. Yasab olsak. Chunki bu yerda oltindan ko'p narsa yo'q. Buni qaranglar mana. Oltin umuman bular. Olamiz bular. Wow. Bo'ldi, endi qora tosh izlaymiz. Qora tosh. Portalni yo'qotib qo'ymaslik kerak lekin. Portal kerakli narsa. Chunki qaytish imkonimiz bo'lmay qolishi mumkin. Ketdi. O'lla, biz pastdan topdik buni.
13-12 darajadan topdik buni. Yo, bo'ldi biz. Deyarli maqsadimizga erishib bo'ldik. Seryozno. Bo'ldi, qaytamiz. Tak. Уже kechdi bu yoqda. Kirib kelib bangimasa bo'ldi. Hop, qayerga? Ayo. Tong yotyaptim. Tong yotayotgan ekan. Wow, endi qaranglar. Bu Plus hozir Bastionni yaratsam, Bastionmi? Yo'q, Bastion. Uzr. Men buni qilish kerak edi. 6, 7, 8, 9. Xarosh. Wow, Bastion. Yo, buni nimaga bu olamda spawn qilyapman? Chunki narigi olamda piglinlar beozorgina nimaga aylanmaydi. Zombi piglinga aylanishni bilarmidinglar? Bilasizlar endi. Mana shu ochiqlikka paydo qilaylik. Agar quvlab qolsa suvga qochaman. Botqoqlik ekan bu. Mana shu yerda spawn qilaman. Xarosh, qochamiz. Suvga tushamiz. O'z orqamdan paydo bo'lmaydi. Qani? Wow. Yo, ozgina kutsak bo'ldi. Ana u piglin brutlar boru nimaga aylanadi. Wow. Bo'ldi, aylandi. Yo, what's up? Nima deyapti bu? Sandiqdan nezirit chiqadimi o'zi bundan? O oltin bloku. Yana bitta paydo qilishimiz mumkin. Hay. Lekin men bularga tegib ketma. Wow. Nima deyapti bu? Diamond chest plate? What the fuck? Yo. Bitta nimasi meni nima qilib qo'ydi-yu? What? Endi sandiq qidirish kerak. Men bu bratlarga tegib ketmasdan turib. Sandiq. Xo'sh. Mana shuni ustiga chiqib olaylik. Xo'sh, maqsadimizga oz qoldik. Nezerit bersa albatta, nezerit chiqmadi lekin sandiqdan. Nezerit qidirib yuramiz hali. Voy. Baloda maqsadga yetamizmi, tavba. Hali 1 soat, 2 soat nezerit qidirib yuramiz hali. Shunday bo'lmasa bo'ldi hali. Nezerit bersin ish qilib sandiqlarda. Yo'q. Bundan хотя бы chiqadi nezerit. Men hozir cheksiz bo'ldi, men cheksiz bastion spawn qilib bilaman. Nimaga deganda oltin beryapti. Oltin bor bunda. Men bu tosh ham bor. Ayo, bo'ldi. Very easy. Yo. Bo'ldi. Vallahi bo'ldi. Obsidian bizga nima? Nezerit mana, nezeritni lekin pishirilgani kerak bizga. Yo'q, bunisi kerak emas, to'g'risi yig'ib yurmaymiz. Hozir bersa kerak pishirilgan. Tushma. Qani? Nezeritli degan narsa ham berish kerak lekin. What? Sehrlangan. Protection. Nima bu? What the fuck?
Wow. 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 Qilich. Oh yeah. Bundan nima bo'ladi? Olmos. Yo-mayo. Yeb bo'ldi. Hozir boshqa nezritli degan narsani topish kerak. Bo'lyapti. Hozir o'lib qolmaylik yana. Pastga sakrab. Sekinroq tushish kerak. Xo'sh, yana sandiq qidiramiz. Nimaga deganda nezritlaydigan narsa topmadik hali. Topish kerak shu narsani. Voy, nima? Endi bu yoq qorong'i bo'ladi-da. Mana bunaqa biyomlar ham. Qo'ydik. Yaxshi. Qorong'idan moblar spawn bo'ladi. Shunisi ham e'tibor berish kerak. Boshqasini spawn qilamizmi? Yo'q, kelinglar deb boshqasini spawn qilaylik. Menga yo'qyapti borib. Blokimiz bor. Wow. Yo-mayo. Bo'ldi, biz boymiz o'zi. Bizga hech kim teng kela olmaydi hozir. Tak. Buni voy. Nimasi bu? Voy. Kech bo'ldimi o'zi? Kech bo'pti. Nimaga moblar spawn bo'lyapti desam, kech bo'lgan ekan. Shunda o'tkazib yuboramiz bunaqa turlarni. Okey. Vietnam. Bo'ldi, spawn pol bratishga. Men seni kutyapman. Xo'sh. Bo'ldi, spawn bo'ldi. Juda yaxshi. Endi nima bo'lishini kutsak bo'ldi. Yaxshi brat. Kelishga ulgurmadi bechora. Kelishga ulgurmadi. Хорош. Men bu yerda sandiq. Nezrit beringlar, bratanlar. Nima qilyapsizlar? Yoki nezrit upgrade beringlar. Unaqa emas-da endi. To'g'ri, shuncha kelganga yarasha bir nimasi bu? Yana bunga chiqamiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Ketu. Birato'la sandiq ham qarab ketamiz. Nima bu? Yomon emas. Juda yaxshi. Xo'sh, hozir yetib olamiz. Okey. Qani, nezrit. Upgrade. Yana nima berdi? Voy, namuncha sehrlangan oltin ko'payib ketdi. Protection. Nimadir bermayapti. Nezrit upgrade berishni hamcha qilgan. Nezrit berdi. Wow. Bu yaxshi. Yo'q, chiqish ehtimoli pasay. Yo'q shekilli, uni shuning uchun mana bunaqa olib olamiz. Okey. Mana bu yerda bitta sandiq bor. Soul speed. Aha. Okey. Yana qayerlarda sandiq bo'ladi bu?
Sandiq qayerda bo'lishini ham bilmayman hozir, chunki qorong'u, ichkari qorong'u bo'lib yotibdi. Seryoznigina qorong'u bo'lib turibdi hozir. Sakra bilamizmi? Ay. Nima qo'ya olmadim. Aha. Sandiq. Sandiq qarashimiz kerak biz, sandiq. Afsus, ichkaridan qaray olmaymiz. Chunki qorong'u bu taraf. Bu yerlarda esa sandiqning nomi ham yo'q, ismi ham yo'q. Voy, jonimdan chekib. Mana shu taraflarda bo'lishi kerak. Ko'rgandek bo'lganman mana shu taraflarda. Bu kelgan joy emasmi ishqilib? Mana shu yerda sandiq nimaga yo'q? Bo'lardi-yu. Ha, mana ko'rdim. Bitta sandiq ko'rdim, mana. Mana shu sandiq bo'lsa kerak. Nezirit ber, nezirit upgrade. Nima? Hech vaqo yo'qmi? Ustimdan kulyaptimi bular? Nima degani bu? Yerda buzilib ketibdi. Nimadirlar? Ha, sandiq buzilgan. Lekin bunda ham nezirit upgrade yo'q ekan. Buni adashmasam ochdim. No, sandiq qaraymiz. Sandiq topmasak bo'lmaydi. Yo'q, oltin kerak emas. Mana nima? Ha, yo'q. Boshqa narsa ekan. Tak. Bratanlarim, sandiq beringlar menga. Nimaga yo'q? Voy. Uyatdami shu gap? Uyatmasmi? Nima degan gap bu? Sandiq bermayapti. Sandiq nimaga вообще yo'q bo'lib ketganmi? Bo'lishi kerak-ku endi. No, mayli, bizga вообще problema emas. Yana yasaymiz. Вообще ko'p bizda. Kam bo'lganda ham mana blok toshi ham bor kerak bo'lsa. No, bo'ldi. Boshqa bo'pshim kerak emas. Xo'p, ikkita nezeritimiz bor. Demak, yana ikkita topsak bo'ldi-da. Tak, kerak emas narsalar bo'pshi ko'payib ketdi bor-ku. Ay, mana bu kerak emas masalan. Mana bilan buni mana shunday qilib olish kerak. Peshtakni olish kerak, dan qochish kerak. Sal nariroqqa borib o'taylik. Вообще qo'shilib chatilib ketdi. No, mana shu yerdan ko'rsak bo'ladi. Qo'shilmaydi. Tak. Qo'yamiz. Super. Hop, sandiqlar spawn bo'ldi. Hop, endi kutamiz ozgina. Bo'ldi, kutganimiz ish berdi. Xo'sh, endi sandiqlar sekingina ocha boshlaymiz. Aha. Sandiqlar.
No, asosiy sandiqqa boraylik. Nega Nezerit upgrade bermayapti bu? Yo, tushunmayapman. Tushunarli. Tushunarli. Koriga, давай. Только здесь срочно bilamiz. Iltimos, Nezerit upgrade beringlar. Nezerit berdi. Okey, Nezerit beryapsan. Xo'p, Nezerit beryapsan. Bu yaxshi. Nezerit upgrade, please. Nimaga? Yo, nimaga? Men tushunmayapman. Nimaga upgrade bermaydi bu? Endi shu Nether Fortress Netherga nimaga borishim kerakmi? Haqiqiy bastionga borishim kerakmi endi topish uchun? Tushunmayapman. Nerealni tushunmayapman, to'g'risi. Hozir вообще. What the? Bu namuncha bu qiyin bo'lib ketadi-yu bu. Yo, bunun içinde hiç bak o. Doğru. Yana qayerlarda sandiq bor. Nezerit upgrade, please. Beringlar. Nezerit upgrade ber, la'nati. Voy, hozir men. Yoki boshqa sandiqlarda, yoki men nima bo'lyapti? No, yana bitta spawn qilib ko'raman. Agar chiqmasa, wow. No. Hammasida bormi shu joy? Nechanchi blok? Yo, bu pastga keldi bu. Pastda. Sal yuqoriroq ekan. Bo'ldi, hammasini qarab chiqamiz. Keyingi nimalarga tekinchalar nima qilyapsizlar? Hop. Demak, mana shu yerda, to'g'rimi? Iltimos bo'lsin. Iltimos sendan bo'lsin. Aha. Bu yerda yo'q. Okey. Yo'q. Cheksiz bor. Cheksiz spawn qilaman. Bormayman-yu Netherga. Ketishim mumkin bo'lsa.
qidirib ham yurish kerak bo'ladi-da, u вообще qiyin. Вообще qiyin. Hop, qayerda u uchinchisi? Aha, bu birlashib ketganmi? Nima balo bu? Qochib beknincha. Iltimos, bratva. Bo'ldi, tushundim. Nima bo'lganini ham tushunib ketdim. Bu yerda hech balo yo'q menimcha. Voy. Yana hech balo yo'q. Yo'q, yana bitta spawn qilaman. Biz cheksiz spawn qilib bilamiz. Hozirgi vaqtda, hozirgi damda bosamiz nagli. Chunki bastion 1 2 3 ta bo'ldi. Shuncha endi nima qilaman? Bosamiz, nagli bosamiz. Bizda qo'rqish yo'q. Bos. Hop, yuqoridagi ikkita sandiq, ikkita sandiq. Okey. Shuncha chiqmayapti. Menimcha chiqmaydi bu. Menimcha yana bilmadim. Aylanib bo'ldimi bular? Bo'ldimi? Aylanmagan bo'lsa вообще meni qiynaydi bular. Nezelit. Oltin. Mayli. Deymiz. Okey. Juda yaxshi. Aha, bunda yo'q. Bunda yo'q ekan. Okey. Endi yuqoriga chiqamiz. Yana o'sha 3 ta sandiqni qaraymiz. Hammasini tuzilishi bir xil shekilli. Bir xil. Yo, menimcha rostdan ham Nezerit upgrade bermasa kerak. Chunki berganda spawn random spawnda ham chiqib qolar edi. Mana ko'rib turibsizlar, bermaydi. Bermayapti dalshi. Mana. Bermayapti bu. Nezerga boramiz endi, boshqa вообще iloji yo'q. Nezerdan qidiramiz. Yoki ikkinchi qismga qidiramizmi? Maqsadimizga erisha olmagan bo'lamiz deb unaqa bo'ladi. Maqsadimizga erisha olmagan bo'lar edik. Nezer portalga boramiz. Tak, o'zimga golden helmet yasab oldim, ya'ni oltindan bosh kiyim. Go Nezerga. Belki o kulaklık mı? Nedir? Açıklık gördüm bazı. Şöyle de mana senga açıklık.
Kerakmi? Tavba. Mana senga ochiqlik. Chaqol, Piglinlarni ovozi chiqyaptimi? Oh. Yaxshi. Endi Bastionni qidiramiz. Endi One eternity later. Dadan. Alloh, mana buni qaranglar. Shunday yaqinimda ekan-ku, buni qaranglar. Yo, WhatsApp. Nima deyapti bu? Voy, u neydi? Maqsadga oz qoldik bolalar. Piglinlar kelib qolmaydimi? Nima bo'lsa ham bitta olma yeb olaylik. Так, что-то mana shu yer g'alati. Biz markazdan topishimiz kerak. Yoki eng balandida bo'ladi buni. Sandiqda. Yelkamsin уже. Oy. Так. Все нормально. Угу. Что-то незеритni hidi kelyapti. Yo, bu yer tugagan. Hozir mana yelkamni kuchi tugaydi menimcha. Da. Bitta kirka yasab olaylik. Вот, yana bak. Tak. Temirdan yasaymiz, olmosdan emas. Temirdan yasaymiz. Tak, хорош. Voy, bunga ham joy yo'q endi. Tak, buni markazini topish kerak. Markazi qayer buni? Yoki tepasiga chiqamizmi bo'ldi? Şey. Pastroqdamikan? Ha, yo'q, pastda emas. Judayam xavfli deb.
choparanga bo'lib turibman. Mayli. Tak, bolalar topdik. Markazidan chiqdikmi? Wow. Endi bu yog'iga ehtiyotkor bo'lmasa bizni yeb ketishadi. Mana bittasi ko'rdi bizni. Молодец. Yo. Buni sandig'i kerak bizga. Bitta g'oya bor. Ish beradim. Buni yeb olish kerak birinchi. Ketdi. Okey. Juda yaxshi. Sandiq. Oh, sandiq mana. Yo'q. Nimaga? Bormi yana sandiq? Wow. Voy, nimaga? Shunchaki yanama. Bir tiyin bo'ldimi shunda? Ikkita boshqa sandiq yo'q menimcha bu yerda. Voy, ona qoch. Oldin o'tib ketishdi bular. Voy. Yo, bu ish bermadi bu. Nezrak yo'q ekan, nezrit upgrade yo'q ekan bu yerda. Boshqa sandiqdan izlaymiz endi. Ya'ni yuqoriga chiqamiz. Yuqoriga chiqmasak ish bitmaydi menimcha. Juda xavfli. В общем, xavfli. Sandiq yo'qmi? Aytot. Ozgina bo'lsa ham rahm qilinglar, bitta nezrit. Hop. Great beringlar. Hech bo'lmaganda. Nezrit upgrade beringlar. Bratonlar. Mayli, sandiqni topib keyin davom etamiz. Yo'q, bolalar, bitta sandiq topdim. Buni ochib ko'ramiz hozir. Tak, ichida bo'lsin-de, qani. Voydod, nimasi bu? Yo. No. Keyingi sandiqni izlaymiz, foydasi bo'lmadi. Voy. Вообще yomon u bratlar yomon u. Nimani sindirishdi darrov. Ya bratim, qo'rqyapsizmi?
bitta sandiq bor. Bittasi ketdi. Ikkitasi ketdi. Ikkitamidi? Voy, uchta ekan. Bunga balo bormi? Xo'sh, bolalar, keyingi sandiq. Bunda ham yo'q. Nu mayli. Nu, bu yerda cho'tan bo'lishi kerak. Juda ham katta bastion ekan. Qoyil. Nu qidiramiz. Nu, yana bitta sandiq. Bunda ham hech balo yo'q. Tak, bo'ldi. Sandiq topish qiyin bo'lib ketdi. Bunda ham yo'q. Nu, mayli. Davom etamiz. Nu, bolalar. Umuman chiqmadi boru. Qidirgan narsam вообще chiqmadi. Lazerit upgrade вообще chiqmadi. Nu, challenge-ni bajara olmadim. Nu, shu yergacha tomosha qilganlarga addushi rahmat. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'ying. Kanalga obuna bo'ling. Rahmat hammaga.